Salam barlıq əziz vətəndaşlar, qırindaşlar. Mən Tayrimen Uyg'uryan. Məzkur video Şərqi Türkistan Ulusal Futbol Komandasının fəaliyyətlərini qollashqa səfərbərlik qilish üçün işləndi. Əziz vətəndaşlar, mən yığında Şərqi Türkistan Ulusal Futbol Komandasının bu yıl 7-ci ayda Londonda ötküzülüdüğən Konifa Asiya Cup lonqısıga qatnaşı salayetiga erişib, Uyg'urlarning ovozi və ruhini көтөрдüğən yaxşı bir fürsətni qo'lga keltirganligidan xabar topdim. Bununla xursand bo'ldim və fəxrləndim. Mən ularni təbriklayman. Muhaciratda gerçi bizning Birləşmiş Millatlar Təşkilatında bizga vakillik qilgan davlatimiz bo'lmasimi, ammo xalqarалық sahnalarda bizga vakillik qilgan, ovozimizni yangrtadigan turli tashkilotlarning bo'lishi biz uchun intayin muhim. Tantarbiya, futbol xuddi Uyghur madaniyatining boshqa omillariga o'xshash, jumladan madaniyat san'atga o'xshash, bizning ruhimizni urg'itadigan, qinimizni qizitadigan, birlashtiradigan muhim bir faoliyatdan iborat. Bu qarindoshlarimizning yillardan beri Uyg'urlarning mustaqillik ruhi, kimligi, Sharqiy Turkistonliklarningki milliy manfaatni asos qilib turib, uyushib, tashkilotchilik bilan hamkorlashib kelganligini ko'ryapmiz. Bu yıl yazda o'tkazilgan faoliyat bo'lsa, bu necha vaqtdan beri elib turayotgan Sharqiy Turkiston tantarbiyachilik ishlarining texmo xalqaralashishі, rasmiylashishi va to'nilishidan iborat. Buni qo'llash bizning har bir vatanparvar Uyg'ur xalq, har bir Uyg'ur diasporadagi Uyg'urlarning bosh tortib bo'lmaydigan muhim ahamiyatli bir burch hisoblanishi mumkin. Men ularni moddiy, ma'naviy, ruhiy, ijtimoiy jihatdan qo'llashga safarbarlik qilaman. Hurmat bilan Tayrimen.